Endi ikkinchi talash tortish nuqtasi bo'lgan indigenous people masalasiga kelaylik. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, bu indigenous masalasi birinchi qatim deyilayotgan ish emas. Bu masala ovozliq masaj, yozma masaj, telefon qatorliq shakllarda xil qizidi bu qatim. Bu halmi kishini xushal qiladi. Oldi bilan bu so'zning bir ism yoki sifat bo'lishdan ko'proq bir turli siyosiy salohiyat ekanligini tushunishimiz kerak. Bu atalg'i orqali Amerika indiyanlarining siyosiy o'rni belgilanganligi bu qarashimizning dalili bo'la oladi. Ya'ni shu nuqtani ba'zilar da'vatqandek yerlik millat deganlik bo'lmaydiganligini bilalaymiz. Yani tüvendeki bu noktalarda dikkat kıysanlar, bu sözün muftu yerlik millet yoki yerlik xalq deb tarjim qilingandek, undan ma'no bermaydiganligini bilalaymiz. Yani her qanday bir millet o'zi unib chiqqan tuproqda yerlik milletmi emasmi? Albatta har kim o'z tuproqining yerlik. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı'na iltimas sunup elişinin haceti yok. Mesela Ruslar Rusya'da yerlik millet. Nemisler Germanya'nın yerlik milleti. Fransızlar Fransa'nın yerlik milleti ve hakeza. Ama onların hiçbiri indigenous people emas. Körülüyordu ki bu söz başka tillarda tengdaş bir atalgı bulmaganlıktırla közçem bilen yerlik millet yoki yerlik xalq deb tarjim qilingan. Ameliyatdaki yerlik milletlerinin hemmisinin süt emas. Belki ma'lum turdaki xalqlarninla bir organ tarafidan tayin qilib berildigan siyosiy salohiyati. Bunu yana başka usullarını qo'llanib isbot qilishimiz mumkin. Bir selishtirma usuli. Tibet. Köpçülükki ma'lum siyasi sapası, devletçilik, eni, xalqaradaki dostları, siyasi davadaki tecrübesi qatarlıq noktalarda bizden köp üstün turdu. Eğer indigenous people salohiyati elish bir narsa qazandırdigan bo'lsa, yani şunun bir nimaga foydasi bo'ladigan bo'lsa, Tibet bu salohiyatga bizden burun iltimas qilgan bo'ladi ve ularning qo'llovchilarining ko'pligidan aytganda bu salohiyatni ep bo'lgan bo'ladi. Ama Tibetliklerinin bu mevzudaki tutumi adamni hakikaten mi çöçtüdü? Tibetlerge alakadar bir torbette şundak değildi. Gerçi Tibetliklerde yerli halklar bilen nurgun karakter ortaklıkları bolsa mu, ama ular özlerini yerli halk emas, besivilingan devlet dep qaraydı. Bu tecrübede bu tercümemde çağrısızlıktan besivilingan devlet dep tercüme kıldım. Bunun aslisi nation. Hem millet hem devletini bildirdi. Köpçülük İngilizce bildiğinler ma'lum bu. Bunun İngilizcesi men telaffuzum pek doğru emas. Şunday bolsa o'qib beray. The Tibetan people consider themselves an occupied nation rather than an indigenous people, but share many characteristics with indigenous peoples. Yani besivilingan nation deydiken Tibetlikler. Indigenous people emas. Besivilingan nation. Bu noktada dikkat kılınlar. Ben bunun menbesini mi de koyayım? Ben bunu International Work Group for Indigenous Affairs degan menbeden aldım. Hem de Tibetliklerinin bu meselede tutkan pozisyondaki dikkat kılışık tegişlik noktalarını ta'lil qilib görürüz. Adette barliq tillarda, Uyghur tili emas, başka tillarda mı o'xshash, u emas, bu şeklideki cümle qilib ishlatilgan bo'lsa, u bilan bu,
ya'ni tilg'ilnayotgan ikki şeyi, ikki ko'z qarash, ikki teorema bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni bir-biriga zid bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu jumlaga qaytsak, Tibetliklarning degan jumlasi qaytsak, indigenous people emas, besib olingan nation. Bununla dikkat kılırsanlar, yani indigenous people atalgısı besib olingan millet bilan qarama-qarshi degan gap. Ma'no jihatdan. Buningdan chiqadiki, indigenous people besib olingan xalq emas. Buningdan bizning nimalarni yo'qotadiganligimizni ko'rib yetalaysiz. Biz nimadan mahrum bo'lamiz bu? Agar buni e'tirof qilib biz o'zimizga bu salohiyatni qozondirib olsak, nimadan mahrum bo'lamiz? Ya'ni biz besib olinmaganligimizga iqror qilgan bo'lamiz. Chunki bu salohiyatni o'zimiz talab qilgan bo'lsak, demak o'zimiz buning mazmunlariga rozi bo'ldik degan gap. Ya'ni biz besib olinmagan deganimizda nima degan bo'lamiz? Bizning yana siyosiy da'vo deyiladigan bir ishimiz qolmaydi. Hamma ish tugagan bo'ladi. Demisimi Uyg'ur qurultiyining da'vosi kishilik huquq, demokratiya da'vosi bo'lib, siyosiy da'vo emas. Sirtkilar bilmaydigan ajoyibotlardan yana birimi ana shu indigenous people salohiyatiga iltimos qilgani bilan o'xshashmayapti. U nima? U bo'lsa barliq yozma hujjatlarda vatanimizni Şinjan deb ataydiganligi. Besib olingan demay, qo'shib olingan deydiganligi. Bundaq yozma hujjatlarning obyekti chet elliklar, chet el hukumatlari yoki tashkilotlar. Bundaq talaffuz pul bergichilarning kaskin talabi bo'lib, buningga bo'yantavlik qilinsa pul to'xtaydi. Daireler maaşsız kalır. Yüzlük öğütüş faaliyetlerimiz yürümeydi. Şuna Uygur cemaatiki başka telaffuz kullanıp aldamçılık kılışkı mecburudur. Hem de yeni bazı kırındaşlarının indigenous salohiyatini medeniyetlik Avrupa milletlerden Katalanlarının ağallık hakkındaki perezlik gileyli. Bunu perez deyişiminin sebebi, bunu izlenip ispat kılışka imkanım bulmaganlık için hazır perez dep tuttum. Aslida bugungi İspaniya 7 asr islom davlati bo'lgan Andalus edi. 13-asrda ispanlar kuchayishga boshlab islom davlati munqarz qilindi. Musulmonlar umumiylik qilishdan kechirildi yoki xristian bo'lishga zo'rlandi. Mana shu chaqda bu tuproqlarda yashaydigan katalanlarmi Andalus istilosi ichida ispanlarning qo'liga keçdi. Hatta işgalçılar sipilik güçlerden biri bulup salohiyati bilen yeni İspanya'nın kurguçu haqdorlaridan birisiydi. Bu münasebet bilen Katalanlar hiç kaçan besib olinmagan. Şundaqla besib olindi deydiganga o'ziga tava dunyo rasmiy yoki g'ayri rasmiy tunigan xos milliy chegaralar bo'lib bakmagan. İspanlar bilen birga o'rtaq nuqtasi bo'lgan xristianlik tufayli birga yashab kelgan faqat Avrupa'da milletçilik dolqununun ko'tarilishidan keyin asta-asta milliy hislar uyg'onishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin keskin ziddiyatlari texmi kech zamonlarda boshlangan. İTA partizanlari bugungi davrning mas'uli. Hargizmi tarixdan kelayotgan ish emas. Bu nuqtadan aytganda, hech besib olinmagan katalanlar bu salohiyatni ag'alliqi rost bo'lgan taqdirdimi, buni dastak qilishning o'rni yo'q. Bunu biz bilan selish doğru olmaydı. Menimcha bu mesele yeterli cevaplandırıldı. Şunu eskertip qo'yishim o'rinsiz bo'lmas. Buni eng yalqinliq ruhiyatda talashgan efendi Muhammed To'xti va uning kishiligi, siyosiy kimligi haqida mening Qalg'ach urusidagi maxfiy suhbatdan olgan ilhomim degan yozmamga qarasa bo'ladi. Buni yozmam dedim, bu yangi chiqqan bir so'z ekan. Çünkü makalem desem o makal degen sal mükemmelroq bir narsa bo'ladiganti.
Şunu maqal diýenmedim, yazma diýen gep umumen kalemde yazganyň hemmesi düşýürdigan bogaçka bu obdan eken. Meniň torup bitdim eýnek biz. Yani eýnek çikit biz. Bunu bazılar biladi menimçe.